Veysal, bu odamlar nimani kutishyapti? Fuqarolar hokimiyatga ishlari yuzasidan kelishgan. Xo'p, nega kutishyapti? Hokimiyat xodimlari sizni kutib olishga chiqishgan, o'rtoq hokim. Xodimlarning vazifasi fuqarolarga xizmat qilishdir. Bunday to'kilib, sochilib yo'llarda hokimni kutib olish emas. Xo'p, eshiklar nega yopiq? Ichkari fuqarodan to'lmasligi uchun. Siz kimning eshigini kimga yopyapsiz? Davlat xalqiga eshiklarini yopishi mumkin emas. Aks holda xalq dardiga davoni boshqa mamlakatlardan izlashni boshlaydi. Keyin xalqsiz davlat bo'ladimi? Bundan keyin mana bu eshiklar doim ochiq bo'lsin. Unda xavfsizlikni qanday ta'minlaymiz? Sen avval ularning ishonchini oqlab qo'y, ana undan keyin hamma yoq xavfsiz bo'ladi.